Siz hech o'ylab ko'rganmisiz, nega ayrim mahsulotlarimizni xorijiy xaridorlar bemalol sotib oladi, boshqasiga esa biroz shubha bilan qaraydi? Buning sababi xalqaro standartlarda. Masalan, ISO degan tashkilot bor. Bu 1947-yildan buyon butun dunyo bo'yicha sifat, xavfsizlik va samaradorlik bo'yicha standartlarni ishlab chiqib keladi. Shtab-kvartirasi Shveysariyaning Jeneva shahrida joylashgan. Keling, yaxshisi misollar bilan sizga tushuntirib beraman. Agar siz bozordan oddiy non sotib olsangiz, u yaxshi yoki yomonligini o'zingiz tatib ko'ribgina bilasiz. Lekin do'kondan sifat sertifikati bor mahsulotni olsangiz, ishonch yanada oshadi, to'g'rimi? Xuddi shunday ISO sertifikati ham butun dunyo bo'yicha ishonch belgisi hisoblanadi. Endi ushbu sertifikatning eksportchilar uchun eng kerakli turlariga to'xtalsak. ISO 9001 bu sifatni boshqarish tizimi degani. Agar korxonangizda ushbu sertifikat bo'lsa, xaridor sizning mahsulotingiz nafaqat bir marta, balki doim sifatli chiqishini biladi. Misol uchun, Yevropadagi xaridor sizdan bir marta o'rik sotib olib, keyingi safar ham xuddi shunday sifat bo'lishiga ishonadi. Keyingisi ISO 14001 atrof muhitni boshqarish tizimi degani. Yashil texnologiya, ekologiya, bugun butun dunyo shu mavzuda gapiryapti. Agar korxonangiz chiqindilarni kamaytirayotgan bo'lsa, energiyani tejayotgan bo'lsa, bu sertifikatni olish orqali mahsulotingiz eko-do'st sifatida qabul qilinadi. Masalan, Germaniyada xaridor oddiy olmani emas, eko sertifikati bor olmani afzal ko'radi. ISO 22000 bu oziq-ovqat xavfsizligi degani. Bu eng muhimlardan biri, chunki odamlar iste'mol qiladigan mahsulot haqida gap ketmoqda. Ushbu sertifikat sizning mahsulotingizda kimyoviy yoki biologik xavf yo'qligini, ya'ni mahsulot iste'mol uchun xavfsizligini ko'rsatadi. Masalan, AQSh yoki Yevropaga quritilgan meva eksport qilmoqchisiz, agar ISO 22000 bo'lsa, xaridor ko'ngli tinch bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, ISO sizga xalqaro bozorda katta eshiklarni ochib beradi. Mijozlar sonini ko'paytiradi va eng muhimi, mahsulotingizni boshqalardan osongina ajratib qo'yadi.